Davring keldi, davringni sur. Qarangiz. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? G'iyos aka, biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Men narxozni bitirgandim. Oliy ma'lumotliman. Diplomingiz bo'lsa nima qildi? Bu diplom oilada katta rol o'ynamaydi. Haligi mashinamni ham, uyimni ham sizga sovg'a qilmoqchi edim. Nimaga tushunmaysiz G'iyos aka? Pul, boylik, mansab hech narsani hal qilmaydi. Biz muhabbatni pul bilan sotib ola olmaymiz. Muhabbat shunday sof tuyg'uki. Biz to'g'ri kelmaymiz. Bir daqiqa. Alo. 5 tonna piyoz qo'yliq qolib kiringlar. 5 tonna piyozni Mirobod bozoriga. 15 tonna piyozni viloyatga chiqarib yuboringlar. Hozir men hayotimni hal qilyapman. Hayotingiz hal o'sha. Men roziman, G'iyos aka. G'iyos aka demang, piyoz aka deng. Eng zo'ratir pul hidi, haddi hayd gul hidi.